Salom do'stim. Bilasizmi nima? Nega ijtimoiy tarmoqlarda soatlab, 10 soatlab vaqtni sarflash bizdan hech qanday energiya talab qilmaydi, kitob o'qishga o'xshab. Yillar davomida ijtimoiy tarmoqlarga qul bo'lgan odam sifatida ayta olamanki, biz har bitta videoni scroll qilib o'tirgan vaqtimizda shu joyida miya dopamin gormonlarini, ya'ni baxt gormonlarini qonga purka beradi. Bunda siz yaxshi ish qilyapsan, barakalla deb xuddi boshingizni silab qo'ygandek, yana davom et degandek qiladi. Xo'sh, siz har bitta ajoyib videodan so'ng, jalb qiladigan videodan so'ng siz keyingisida bundan ham yaxshiroq bo'lishini kutib davom etaverasiz va soatlab vaqt ketadi. Shunchaki yo'qoladi. Bu vaqtda nimalar qilish mumkinligi? Xo'sh, entropiya qonuni har qanday o'ziga qoldirilgan holatni yaxshilash uchun energiya talab qilinadi. Zararli odatlar o'z-o'zidan shakllanib qoladi. Nega biz shunchaki ijtimoiy tarmoqda o'tirish uchun I believe in you, you can do it, dare it, just do it demaymiz. Men senga ishonaman, davom et, sen buni qila olasan. Sen 10 soatlab internetda, ijtimoiy tarmoqlarda o'tira olasan deb o'zimizni majburlamaymiz.